Qanday hozirgi kunda nechta tushadi ekan obunachilar uchun ushbu ko'rib turgan joylarni xonadonlarni do'stlar 200 kvadrat metrdan oshiq joyga 1 yilga garantiyali asfalt berishadigan do'stlar. Eng asosiy do'stlar xonadon uyda egasi mepsiyolar olib beradigan bo'lsa do'stlar chiroyli holatda yayib turib mana shunaqa sifali asfaltlarni olib kelib bosib berishadigan do'stlar. Xudo xolasa do'stlar video davomida ko'radigan bo'lsa narxlari nechta bo'ladi, xonadonga ko'chaga nechta bo'ladi, to'liq ma'lumotlarni olib ketamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapman, kelib oldinglar. Rahmat aka, do'shuraga charchayapman. Aka, haqiqatda 1 yilgacha garantiya beriladigan asfaltlarimiz ekan. Albatta, asfalt sifatiga 1 yilgacha kafolat beramiz. 1 yilgacha kafolat beriladi, xudo xolasa. Xo'p, aka, ushbu xonadonlarga to'lnaga hisoblanadi va kvadratga qarab hisoblanadi. Kvadratga 1 kvadrati 65 ming so'mdan yog'i ketaveradi. 75 ming so'mga to'g'ri. 75 ming so'mga ketaveradi. Xo'p, ushbu xonadonimizga aka nechta puldan bosib berilyapti aka? Ushbu xonadonimizga nechta puldan bosib berilyapti aka? Kvadrat 75 ming so'mdan tushyapti. 75 ming so'mdan 1 kvadrat metr tushyapti aka. Xo'p, qalinligi nechta bo'ladi aka bular? Qalinligi qolishi 5 sm bo'ladi. 5 sm qoladi aka. Do'stlar, bu qaranglar. Mashaqani o'zani apparatlari bilan juda chiroyli holatda qilib berishyapti do'stlar. Asfaltga qaranglar, o'ta maynida, juda chiroyli holatda qaynattirib, juda chiroyli holatda berishyapti do'stlar. Xo'p, aka, mana shu 200 kvadrat metrli joyimizni, misol uchun mana xonadonni egasi metr olib beradigan bo'lsa, tayyorlab turib bosib berishga qancha muddat ketadi aka? 1 kun. 1 kun. O'rtacha 1 kunda olaylik. 1 kunda bitirib chiqib ketamiz. Juda ham zo'r do'stlar. Ya'ni metr olib bersa bunaqa zasipchani tekizlash ichidami yo? Ha. Ardeniga ishlar. U zasipcha qilishimiz bonus hisobida xonadonimizga hali bizdan sal bo'lsa ham qo'limizdan kelgancha yordam. Mahsulotini olib bersa bo'ldi. Mahsulotini olib keladi, o'zi chiroyli qilib. Ha. Nolani chiqarib. Ha. Xo'p, asfaltimizdan boshqa uklon olinadimi aka yo birinchi bunga olingani o'sha uklonga ketaveradi? Yo'q, asfaltga ham bu o'zi xonadonning egasi kafil terdirib qo'yibdi. Biz kafilga qarab uklon chiqarib oldik. Ha, kafilga qarab uklon chiqarib oldik. Demak, bu tomondan bunaqasi olib ketaveradi. Ha. Juda ham zo'r do'stlar, qaranglar. Xo'p, endi aka, mana shu xonadonga necha tonna ketadi aka asfalt? 1 tonnasi 12 kvadrat ketadi. Birinchi sort eng zo'r asfalt. Eng zo'r asfalt. Bu xonadonga qancha ketyapti? 18 tonna. 18 tonna ketyapti. Juda ham zo'r do'stlar, qaranglar. 18 tonna bilan 200 kvadrat metrli joyni juda chiroyli holatda xonadonni egasi qilayotgan. Qaranglar, yangi remontdan chiqqan juda chiroyli holatda va burchakka yo boshqa narsa qilmasa asfalt qilyapti. Xo'p, aka, qisqacha asfalt foydali tomonlari bitta aytib o'tsak aka. Asfaltning foydali tomonlari sho'r ko'tarmaydi, zak bo'lmaydi, ili sirpanchiq bo'lmaydi. Sirpanchiq bo'lmaydi. Yoshi katta bolachalarga ham ancha foyda bo'ladi. Xudo xolasa. Yozgi kunlarda bemalol quyosh chiqayotgan